بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli talabalar, opalar, singillar, bugun biz sizlar bilan ad-darsu tasi'u 9-darsimizda berilgan yangi qoidalar bilan tanishib chiqamiz. Balkim avval darsimizni mana shu mavzudan boshlasak to'g'ri bo'larmidi deb o'yladim. Lekin shunda bo'lsa ham bugun biz avval boshlab, demak, tobiyalar haqida gaplashamiz. Arab tilida nahvu qoidasida at-tawabi'u deb aytiladi. At-tawabi'u. Hop, at-tawabi'u degani ergashuvchilar degani. Balkim avvalgi darsimizda o'rganishimiz kerak bo'lgandir. Arab tilida nahvu qoidasida at-tawabi'u tobiyalar, ergashuvchilar mavzusi kelgan. 4 ta kalima tobiyalarga kiradi, ya'ni 4 ta kalima ergashuvchilarga kiradi. Birinchisi bu badal. Badal haqida biz o'tgan darsimizda batafsil ko'rib chiqdik. Demak, hozir esga olamiz. Badal mubdalun minhuga ergashib kelib, 4 ta narsada moslashadi deb aytgan edik. Mana bu yerda, demak, birinchi jumlamiz man hazar rojulu. Bu kishi kim? Mana bu yerda man ism istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Man istifham ismidir, sukunga bino qilingandir, rof o'rnida muqaddam avval kelayotgan xabardir. Endi haza ismu isharatin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Haza ishora ismidir, sukunga bino qilingandir, rof o'rnida muakhkhar kechikkan mubtadodir. Endi mana bu yerda ar-rajulu kalimamiz esa badal. Badalun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Demak, ar-rajulu badaldir, marfu'dir va uning rof alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Mana shu yerda badal ergashuvchi so'z, ya'ni haza mubdalun minhu, demak ergashadigan, ya'ni unga ergashadigan, ya'ni ar-rajulu, demak mana shu hazaga ergashib kelayotgan so'z bo'ladi. Bu badal deyiladi. Mana shu badal o'zidan oldingi kalimaga ergashib kelib, demak 4 ta holatda moslashadi deb o'tgan edik. 4 ta narsada moslashadi deb o'tgan edik. Birinchisi, demak, ma'rifa nakiralikda, demak haza ishora ismimiz, ko'rsatish olmoshimiz alif lam olmaydi, lekin har doim ma'rifa aniq holatdagi ism bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ar-rajulu kalimamiz, ya'ni badalimiz, demak mana bu yerda alif lam bilan ma'rifa holatida kelyapti. Demak, ikkinchi jihatdan, demak muzakkar muannaslikda bir-biriga mos kelishi kerak bo'ladi. Demak, haza ishora ismimiz muzakkar jinsda bo'lganligi uchun ar-rajulu, ya'ni tobi bo'lib kelayotgan, ergashib kelayotgan badalimiz ham demak muzakkar jinsda kelyapti. Uchinchi holatda, demak, birlik, ikkilik, ko'plik son jihatidan moslashadi deb aytgan edik. Haza ishora ismimiz, demak, birlikda, mufratda kelayotganligi uchun unga tobi bo'lib kelayotgan badalimiz, ergashib kelayotgan badalimiz ham demak birlikda, mufratda kelyapti. Va oxirgisi, demak, i'rob jihatdan moslashadi. Haza, demak, sukunga bino qilingan, lekin o'zi mubtado vazifasini bajarib kelayotganligi uchun rof holatda turibdi, ya'ni deb hisob qilinadi. Rof holatida deb i'rob qilinadi. Endi unga ergashib kelayotgan, tobi bo'lib kelayotgan badalimiz ham oxiri, demak, rofda bo'ladi. Rof alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Demak, biz badal haqida o'tgan darsimizda batafsil tanishib chiqdik. Hozir ozroq esimizga oldik. Demak, mana shu badal at-tawabi' ergashuvchilarning biriga kirar ekan. Demak, badal o'zidan oldingi kalimaga ergashib keladi. Demak, 4 ta narsada ergashib kelishini ko'rib o'tdik.
Hop, endi bugun sizlar bilan o'tadigan ikkinchi demak mavzuyimiz mana shu at-tavobi' ergashuvchilarga kiradigan ikkinchi mavzuyimiz. Bugun man'ut na't haqida gaplashamiz. Demak, ba'zi kitoblarda mavsuf sifat deb keladi. Ba'zi kitoblarda, xususan bizning mana shu o'rganayotgan Madina kitobimizda man'ut na't deb nomlanadi. Hop, basraliklar mavsuf sifat deb nomlaydilar. Endi kufaliklar esa man'ut na't deb nomlaydilar. Ikkisining ham bajaradigan vazifasi bittadir. Faqat nomlanishida demak faqat nomlanishida bo'lib, bundan boshqada farq yo'qdir. Endi bizning Madina kitobimizda man'ut na't deb nomlanganligi uchun biz ham bundan keyingi darslarimizda man'ut na't demak nomini ishlatib kelamiz. Sifat yoki na't u unga ergashadigan ismning sifatini ifodalaydigan ismdir. Va o'sha hokim ism man'ut yoki mavsuf deb aytiladi, ya'ni sifatlanmishdir deb aytiladi. Masalan, biz bunga misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, Abbasun tajirun g'oniyun. Abbos boy tijoratchidir. Mana bu yerda demak hokim ism tajirun. Demak savol beramiz. Abbos qanday tijoratchidir? Abbos boy tijoratchidir. Mana bu yerda Abbasun mubtadaun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Abbos mubtadadir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir deb i'rob qilinadi. Endi tajirun esa xabarun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Tajirun xabardir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Endi g'oniyun mana bu demak tavobi'larning ikkinchisi bo'lib, bu sifat bo'ladi. Ya'ni Abbos qanday tijoratchidir? Abbos boy tijoratchidir. Mana bu yerda g'oniyun kalimasi na't sifat vazifasini bajaradi va bu sifat o'zidan oldingi kalimaga tobe bo'lib kelyapti, ya'ni ergashib kelyapti. 4 ta narsada ergashib keladi. Arab tilida sifatlar tobelardan hisoblanadi, chunki ular i'robiy harakatda o'zlaridan oldingi ismga ergashib keladi. Demak, g'oniyun ham tobelardan hisoblanadi, ya'ni bu sifat na't tobelardan hisoblanadi. U o'zidan oldingi kalimaga 4 ta narsada ergashib keladi. Demak, o'zi aslida tobelar deganda, demak o'tgan safar ko'rib o'tdik. Birinchisi badal kiradi. Ikkinchisi tobelarga na't kiradi. Uchinchisi atf bog'lovchi kiradi va to'rtinchisi demak ta'kid kiradi. Biz demak bugun faqatgina mana shu na'tni va demak atfni ko'rib o'tamiz. Bu ismning tobe deb nomlanishi ular uchun mutlaq umumiy qilingan sabab bu kalimalar o'zidan oldingi kalimaga ergashadilar. Demak, bu na'tni, badalni tobe deb nomlanishi ular uchun demak umumiy qilingan sabablardan biri. Demak, bu masalan badal bo'lsin yoki bo'lmasam na't bo'lsin, o'zidan oldingi kelayotgan kalimaga demak ergashib keladi. Demak, o'zidan oldingi kalima mana bu yerda tajirun rof holatda edi. Shuning uchun demak g'oniyun na'timiz ham rof holatda kelyapti. Yoki bo'lmasam o'zidan oldingi kalimamiz tajirun man'ut deyiladi, ya'ni sifatlanuvchi deyiladi. Demak man'ut degani sifatlanuvchi degani, g'oniyun degani na't demak sifat degani. Demak mana bu yerda tajirun oxiri tanvin domma bilan kelganligi uchun unga tobe bo'lib kelayotgan g'oniyun na'timiz ham tanvin domma bilan g'oniyun bo'lib raf holatida kelyapti. Endi demak tajirun kalimamiz nakira holatda kelayotganligi sababli g'oniyun unga tobe bo'lib kelayotgan na'timiz ham nakira holatda, alif lam olmagan holatda kelyapti. Mana bu yerda demak tajirun kalimamiz birlikda bo'lganligi uchun g'oniyun kalimamiz ham birlikda kelyapti. Mana shu shunday qilib demak 4 holatda demak bir-biri bilan moslashadi. Tajirun demak bu yerda nakira, g'oniyun nakira,
tajirun oxiri tanvin domma bilan kelyapti, g'oniyun tanvin domma bilan kelyapti, tajirun birlikda, g'oniyun birlikda va yana tajirun muzakkarda, g'oniyun muzakkar jinsda. Demak, mana shu yerda demak to'rtta holatda moslashib kelar ekan. Yuqorida aytib o'tdikki, nat o'zining ergashadigan, ya'ni matbuosidan so'zning sifatini bayon qilish uchun zikr qilinadigan ismdir. Demak, mana bu yerda natimiz tajirunning sifatini bayon qilish uchun zikr qilinyapti. Endi e'rob qilayotganimizda g'oniyun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Demak, g'oniyun na'tdir, sifatdir, marfu'dir, rof qilingandir va uning rof alomati zohir ko'rinib turgan dommadir deb e'rob qilamiz. Hop, Hamidun mudarrisun, Hamid mudarrisdir. Buni e'robini o'zimiz mustaqil ravishda bajaramiz. O'tgan darslarimizda ko'rib o'tgan edik. Endi keyingi jumlamiz esa Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid, demak, endi tarjimani na'tdan boshlaymiz, sifatdan boshlaymiz. Hamid yangi mudarrisdir. E'rob qilayotganimizda Hamidun mubtada'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Hamidun mubtadadir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Mudarrisun xabarun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Mudarrisun xabardir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Jadidun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Jadidun na'tdir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Ma haza, bu nima? Ma ismu istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Ma istifham ismidir, sukunga bino qilingandir, raf o'rnida muqaddam avval kelayotgan xabardir. Haza ismu isharatin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Haza ishora ismidir, sukunga bino qilingandir, raf o'rnida kechikkan muakhar mubtadodir. Haza tuffahun, bu olmadir. Haza ismu isharatin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Haza ishora ismidir, sukunga bino qilingandir, raf o'rnida mubtadodir. Tuffahun xabarun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Tuffahun xabardir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. At-tuffahu fakihatun lazizatun. Olma lazzatli mevadir. At-tuffahu mubtada'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. At-tuffahu mubtadadir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Fakihatun xabarun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Fakihatun xabardir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Lazizatun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Lazizatun na'tdir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Mana bu yerda fakihatun kalimasi muannas jinsda kelyapti. Lazizatun demak na'timiz ham muannasda kelyapti. Demak, mana bu yerda lazizatun kalimasi tobelardan hisoblanar ekan, o'zidan oldingi kalimaga tobe bo'lib ergashib kelyapti. Demak, bu na't sifat deyiladi. Mana shu sifat o'zidan oldingi kalimaga to'rtta narsada mos keladi. Birinchisi, demak, fakihatun e'rob alomatda moslashdi.
ya'ni oxiri tanvin dommaga tugadi va lazizatun ham tanvin dommaga tugadi. Ikkinchisi sonda moslashdi. Fakihatun birlik sonida, lazizatun ham birlik sonida. Uchinchisi navda moslashdi. Navda deganda demak fakihatun muannas jinsda, lazizatun ham muannas jinsda. Va demak to'rtinchisi fakihatun nakira holatda, gapning xabari bo'lganligi uchun nakira holatda kelyapti va lazizatun na'timiz ham, unga tobe bo'lib kelayotgan, ergashib kelayotgan kalimamiz ham nakira holatda kelyapti. Ma zalika, ana u nima? Ma ismu istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Ma istifham ismidir, so'roq ismidir, sukunga bino qilingandir, rof o'rnida muqaddam xabardir. Zalika ismu isharatin mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Zalika ishora ismidir, fathaga bino qilingandir, rof o'rnidadir, kechikkan mubtadodir. Zalika asfurun, ana u chumchuqdir. Zalika ismu isharatin mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Zalika ishora ismidir, fathaga bino qilingandir, rof o'rnida mubtadodir. Asfurun xabarun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Asfurun xabardir, marfu'dir va uning rof alomati zohir ko'rinib turgan dammadir. Al-asfuru to'irun sag'irun. Chumchuq kichkina qushdir. Mana bu yerda demak al-asfuru mubtada'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Al-asfuru mubtadadir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dammadir. To'irun xabarun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. To'irun xabardir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dammadir. Sag'irun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Sag'irun na'tdir, ya'ni sifatdir, marfu'dir, raf qilingandir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dammadir. Keyingi jumlamiz al-arabiyatu lug'atun sahlatun. Arabcha oson tildir. Mana bu yerda demak sahlatun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Sahlatun na'tdir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dammadir. Al-arabiyatu lug'atun jamilatun. Arabcha chiroyli tildir. Demak, mana bu yerda xabarni i'rob qilayotganimizda ba'zan lug'atun xabarun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu va huwa man'utun va u man'uddir deb yozsak ham bo'ladi, yozmasak ham bo'ladi. Demak, ko'p arab tilida i'rob qilinganda asosan nat yoziladi. Nat albatta yoziladi, aytiladi. Jamilatun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu. Jamilatun na'tdir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dammadir. Keyingi jumlamiz Ammarun talibun mujtahidun va Mahmudun talibun kaslanu. Ammor tirishqoq talabadir va Mahmud dangasa talabadir. Savol beramiz, Ammor qanday talabadir? Ammor tirishqoq talabadir. Mahmud qanday talabadir? Mahmud dangasa talabadir. Mana bu yerda Ammarun talibun mujtahidun jumlasi va o'rtada vav atifa bog'lovchi kelyapti. Bog'lovchidan keyin Mahmudun talibun kaslanu jumlasi o'zidan oldingi jumlaga to'rt narsada ergashib kelyapti. Mana bu yerdagi vav atifa ham tobelardan, ergashuvchilardan hisoblanadi. Ya'ni vavdan keyingi jumla o'zidan oldingi jumlaga tobe bo'lib ergashib kelyapti. Demak, bu yerda atifa vav ham tobelardan hisoblanadi. Demak, mana bu yerda Ammarun talibun mujtahidun jumlamiz
i'rob alomatida moslashdi. Demak, ammarun rof holatda, tolibun rof holatda, mujtahidun rof holatda. Vovdan keyin ergashuvchimiz, tobeimiz, demak, mahmudun, tolibun, kaslanu jumlasi ham, demak, mahmudun rof holatda, tolibun rof holatda, kaslanu ham rof holatda kelyapti. Ikkinchi jihatdan, demak, sonda moslashdi. Ammarun, tolibun, mujtahidun jumlamiz birlik sonida. Demak, vovdan keyingi ergashib kelayotgan jumlamiz ham mahmudun, tolibun, kaslanu birlik sonda kelyapti. Demak, mufratda sonda demak mufrat bo'lib kelyapti, ya'ni birlik bo'lib kelyapti. Uchinchisi, demak, birinchi jumlamiz, ya'ni o'zidan keyingi, ya'ni ikkinchi jumlamiz o'zidan oldingi jumlaga navda jinsda ham moslashyapti. Ammarun, tolibun, mujtahidun jumlamiz muzakkar jinsda va undan keyin kelayotgan mahmudun, tolibun, kaslanu jumlamiz ham muzakkar jinsda kelyapti. Va oxirida demak, ammarun, tolibun, mujtahidun, demak, mubtado, xabar, nat va vovdan keyin kelayotgan jumlamiz ham mubtado, xabar, nat bo'lib, demak, holatda ham demak moslashib kelyapti. Endi demak bu yerda mujtahidun nat, natun marfuun va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Mujtahidun natdir, sifatdir, marfudir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Al-vavu harfu atfin mabniyun alal fathi deb i'rob qilamiz. Bu demak kalimalarni oldingi darslarimizdan i'rob qilib ko'rsatib berganligimiz uchun hozir og'zaki aytib ketyapmiz. Demak, al-vavu harfu atfin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'robi. Vav atf bog'lovchi harfdir, fathaga bino qilingandir, i'robdan unga o'rin yo'qdir. Endi mana bu yerda kaslanu faqatgina natimizni o'zini i'rob qilamiz. Kaslanu natun marfuun va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Kaslanu natdir, marfudir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Mana shu yerda sizlarning e'tiboringizni yana bir narsaga qaratib o'tamiz. Mana bu yerda kaslanu oxiri bitta dommaga tugayapti. Bu va bunga o'xshash kalimalar g'oyrimunsarif kalimalar deyiladi. Ya'ni ikki kelishikda turlanadigan, uch kelishikda turlanmaydigan kalimalarga kiradi. Biz bu haqda, demak, mana shu kitobimizning oxirida katta mavzu berilgan. O'sha mavzuni o'rganganimizda, demak, chuqur g'oyrimunsarif qoidasi bilan chuqur tanishib chiqamiz. Hozir faqatgina demak bilib olaylik. Demak, kaslanu oxiri bitta domma bilan yoziladigan kalimalar qatoriga kiradi. Keyingi jumlamiz. Man anta, sen kimsan? Demak, bu jumlaga o'xshash jumlalarni ham o'tgan darsimizda demak i'rob qilgan edik. Shuning uchun hozir faqatgina og'zaki eslab o'tamiz. Man ismu istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in xabarun muqaddamun. Man istifham ismidir, sukunga bino qilingandir, raf o'rnida muqaddam, ya'ni avval kelayotgan xabardir. Anta domirun munfasilun mabniyun ala al-fathi في محل رفع مبتدأ مؤخر. أنت منفصل ضميرdir, ya'ni alohida keluvchi olmoshdir. Fathaga bino qilingandir. Raf o'rnida muaxxar kechikkan mubtadodir. Ana tolibun, men talabaman. Ana domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ana demak munfasil domirdir, alohida keluvchi olmoshdir, sukunga bino qilingandir, raf o'rnida mubtadodir. Tolibun xabarun marfuun va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Tolibun xabardir, marfudir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Anta tolibun jadidun? Sen yangi talabamisan yoki bo'lmasam sen yangi talabami? Al-hamzatu حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. همزة استفهام حرفdir, fathaga bino qilingandir, i'robdan unga o'rin yo'qdir. Anta domirun munfasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in
mubtadaun. Anta munfasil alohida keluvchi olmoshdir. Fathaga bino qilingandir. Rof o'rnida mubtadodir. Tolibun xabarun marfuun va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Tolibun xabardir, marfudir va uning rof alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Va huwa man'utun deb qo'shib yozib ketsak ham bo'ladi. Va u man'uddir, ya'ni sifatlanuvchidir deb qo'shib yozsak ham bo'ladi. Lekin ko'pgina arab tilidagi kelgan i'rob kitoblarda man'ud deyarli yozilmaydi, balkim nat albatta yozib ko'rsatiladi. Jadidun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Jadidun na'tdir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dommadir. Naam, ana talibun jadidun. Ha, men yangi talabaman. Naam harfu javobin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Naam javob harfidir, sukunga bino qilingandir, i'robdan unga o'rin yo'qdir. Demak, ana talibun jadidun. Ha, men yangi talabaman. Demak, bu yerda ham, demak, ana yuqorida qanday i'rob qilgan bo'lsak, xuddi shunday i'rob qilinadi. Talibun xabarimiz ham xuddi shunday i'rob qilinadi. Endi jadidun na'tun marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohiratu. Jadidun na'tdir, marfu'dir va uning raf alomati zohir ko'rinib turgan dammadir deb i'rob qilamiz. Bugun sizlar bilan o'tadigan yangi mavzuyimiz mana shulardan iborat. Endi tamarinu mashqlar, bu uyga vazifa. At-tamrinul avvalu, birinchi tamrin. Iqro va kitub, o'qi va yoz. Mana bu yerda jumlalar berilgan, harakatlari ko'ryapsizlar qo'yilmagan. Harakatlarni qo'yamiz, tarjima qilamiz va i'robini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. التمرين الثاني ikinchi tamrin. ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. qaytaraman. ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. Quyidagi jumlalardagi bo'shliqlarga, ya'ni bo'sh yerlarga munosib na'tni, munosib sifatni qo'y deb aytilibdi. Demak, mana bu yerda jumlada mubtado xabar berilgan, lekin yonidan na't sifatlar berilmagan. Jumlaning ma'nosidan kelib chiqqan holatda biz yoniga sifatlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Ahamiyat qaratishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu sifat, demak o'zidan oldingi kalimaga tobe bo'lgan kalima hisoblanadi va o'zidan oldingi kalima bilan to'rt narsada mos kelishi kerak bo'ladi. Demak, biz yozayotganda masalan Xadijatu tolibatun, demak mujtahidun deb yozsak, demak biz noto'g'ri yozgan bo'lamiz. Chunki mana bu yerda demak sifatimizdan oldingi kalima tolibatun ma'nosida kelyapti. Mujtahidun deb yozadigan bo'lsak, biz na'timizni muzakkar jinsda qo'yib qo'ygan bo'lamiz, ya'ni muzakkar jinsda yozib qo'ygan bo'lamiz. Bu bilan yuqorida aytgan to'rtta holatga, ya'ni to'rtta ko'rinishga mos kelmay qoladi. Biri muannas jinsda, na'timiz esa muzakkar jinsda bo'lib qoladi. Demak, qoidadan kelib chiqqan holatda biz na'tlarni yozib chiqishimiz kerak. التمرين الثالث, uchinchi tamrin, uchinchi mashq. ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. Quyidagi jumladagi xoli yerlarga, ya'ni xoli bo'sh yerlarga, makonlarga munosib man'ut, munosib sifatlanuvchini qo'y deb aytilibdi. Demak, mana bu yerda al-arabiyatu sahlatun. Mana bu yerda sahlatun na't, lekin demak o'rtada xoli bo'lgan yer man'ut, ya'ni sifatlanuvchini qo'yib yozishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda ham yuqorida aytib o'tgandek, sifatlanuvchi bilan na't to'rtta holatda bir-biriga mos kelishi kerak bo'ladi. Bu yerda yozilgan man'utimiz sifatimizga mos jinsda keladi. At-tamrinur robi'u, to'rtinchi tamrin. Iqro, o'qi. Demak, biz yuqorida kaslanu haqida ko'rib o'tdik. Kaslanu dangasa, jav'anu och, atshanu chanqagan, g'odbanu
g'azablangan, mal'anu demak to'lgan, to'la degan ma'noda. Mana ko'ryapmiz, demak mana bu yerda jav'anu oxiri dommaga tugagan, atshanu oxiri dommaga tugagan, g'odbanu oxiri dommaga tugagan, mal'anu oxiri dommaga tugagan. Demak bu kalimalar ham xuddi demak kaslanu kalimalariga o'xshab, kaslanu kalimasiga o'xshab g'oyrimunsarif kalima hisoblanadi, ya'ni ikki kelishlikda turlanadi, uch kelishlikda turlanmaydi. Demak buni aqlimizda saqlab qolamiz. Inshaalloh kelgusi darslarimizda demak g'oyrimunsariflar haqida batafsil chuqur ko'rib o'tamiz. Demak mana bu yerda 4 ta jumla berilgan. Mana shu jumlalardan biri demak limazal mudarrisu g'odbanul yawma jumlasini hozir ko'rib o'tamiz. Limazal mudarrisu g'odbanul yawma. Bugun mudarris nima uchun g'azablangandir? Bugun mudarris nima uchun g'azablandi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Mana bu yerda demak limazani i'rob qilamiz. Limaza allamu harfu jarrin mabniyun alal kasri لا محل له من الإعراب. Endi limazadagi mana bu lom, allam deyiladi. Jar harfidir, kasraga bino qilingandir, i'robdan unga o'rin yo'qdir. Demak, lom o'zi jumlada kelganda biror bir grammatik vazifani bajarmaydi, balkim o'zidan keyingi kelayotgan so'z bilan birgalikda demak jumlada biror bir o'ringa ega bo'ladi. Endi demak maza demak shuning uchun ham mana bu yerda la mahalla lahu minal i'robi deb yozilyapti. Endi keyingi demak kalimamiz maza. Mana shu mazani demak ba'zan i'robda ma'ni alohida, demak zani alohida i'rob qilishadi, lekin biz bunchalik chuqur kirib o'tmaymiz, balkim umumiy tarzda i'rob qilib ketamiz. Chunki demak ko'p kitoblarda mana shu maza umumiy tarzda i'rob qilinadi. Demak maza ismu istifhamin مبني على السكون في محل جر بحرف الجر اللام. demak maza istifhom ismidir, so'roq ismidir. Mabniyun ala sukuni, sukunga bino qilingandir. Mana bu yerda alifning ustida harakat yo'q, shuning uchun bu yerda sukun turibdi deb hisob qilinadi va i'rob qilinganda mabniyun ala sukuni deb yoziladi. Sukunga bino qilingandir. Fi mahalli jarrin bi harfil jarri lami. Demak jar demak sukunga bino qilingandir. Jar o'rnida lom jar harfi bilan jar o'rnidadir. Lom harfi jar bilan jar o'rnidadir.
Demak, buni qanday tushunamiz? Mana bu yerda demak limaza, demak mazadan avval lom jar harfi kelyapti. Maza ham demak majrur bo'lishi kerak. Lekin bu yerda oxiri sukunga mabni bo'lganligi uchun kalimaning oxiri sukundan boshqa harakatga o'zgartirish mumkin bo'lmaganligi uchun jar o'rnida, ya'ni lom bilan jar o'rnidadir deb e'rob qilinyapti. Endi yana bu yerda al-yawma kalimasi kelgan. Demak, al-yawma yana bir narsa yodimdan ko'tarilibdi. Oxirida al-jarru val majruru mutaalliqani bi g'adbanu. Shuni ham yozib qo'yaylik. Al-jarru val majruru mutaalliqani bi g'adbanu. Jar va majrur g'adbanuga mutaalliqdir. Ya'ni nima uchun g'azablandi deb aytyapmiz? Mana shu yerda demak jar majrur mana g'adbanuga taalluqli, ya'ni g'adbanuga tegishli bo'lyapti. Shuning uchun demak e'rob qilganda oxirida al-jarru val majruru mutaalliqani bi g'adbanu deb qo'shib yozyapmiz. Ba'zi tarkiblarda bu narsa yozilmasdan kelishi ham mumkin. Asosan shu jar majruri o'zini e'rob qilinadi va yana davom e'rob qilinishda davom etib ketiladi. Endi mana bu yerda al-yawma zarfu zamanin mansubun va alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Demak, al-yawma zamon zarfidir. Bizning o'zbek tili grammatikamizda payt holiga to'g'ri keladi. Zarfu zamanin zamon zarfidir, mansubdir, nasb qilingandir, ya'ni oxiri fathaga tugagandir. Va alamatu nasbihi al-fathatu zohiratu, va uning nasb alomati zohir ko'rinib turgan fathadir deb e'rob qilamiz. Endi al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar, yangi kalimalar. Al-lughatu til, at-toiru qush, jav'anu och, g'odbanu g'azablangan, shahirun degani mashhur, al-yawmu kun degani endi al-yawma bo'lib oxiri fathaga kelganda bugun nazarda tutiladi. Demak, al-yawmu oxiri domma bilan kelganda qandaydir bir kun nazarda tutilsa, oxiri fathaga tugaganda aynan bugun ekanligi nazarda tutiladi. Atshanu chanqagan, al-usfuru chumchuq, al-madinatu shahar, yana al-madinatu deganda al-madinatul munawwaratu, Madinai munawwara ham al-madinatu bo'lib yoziladi. Demak, al-yawma bugun, mal'anu to'la, kaslanu dangasa. Bugun sizlar bilan o'tadigan darsimiz mana shulardan iborat. Darsimiz yuzasidan savollaringlar bormi? Darsimiz tushunarli bo'ldimi? Mubina, Bibi Oysha. Tushunarli bo'ldi ustozim. Xo'p, demak sizlar uyda yana bitta ko'rib chiqinglar. Agar mabodo yana savollar tug'iladigan bo'lsa, keyingi safar birgalashib ko'ramiz. Bugungi darsimizni mana shu yerda o'zining nihoyasiga yetkazamiz. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma solli va sallim ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.